Telefon bor edi, olib qo'yasizmi aka? Olamiz uka. iPhone Oldilari XS yaxshi. Max. Telefon holati yaxshi. Ochilmagan uka? Yo'q, aka. Yonks pamyat qanaqa? 64 talik, 78 yonks aka. 64 talik, 78 yonks. Nechi pul deyapsan? $200 deyman aka. 200 qimmat uka, 11lar sotyapmiz $200 ga. Aka, sassana. Korobka o'zinikimi? O'ziniki aka. 1,5 beraman uka, bo'ladimi? Yo'q aka, to'g'ri kelmaydi. Yaxshi narx bo'ldi, lekin bozor qancha qildi? 2200 bering aka, mayli. Ya 2200 qimmat uka, 1,600,000 beraman, bo'ladimi uka? Yo'q aka. Sizniki emas, meniki emas. 2 million bering aka, bo'ldi. Sizga o'tib telefon. Uka, telefoning holati yaxshi, yomon emas, lekin narxi qimmat. 1,800,000 bo'lsa oldim uka, barakasi bersin. To'g'ri bo'ladimi uka? Barakasi. Bo'ldi, baraka. iPhone XS Max telefoni 64 talik. Yaxshi holatda ekan, 1,800,000